Sharq Turkistonda 4-avgust G'ulja, 10-avgust Urumchi qamalgandan buyon qattiq qamal davomlashmoqda. Shuning bilan birga Xitoy vosita tanlamay Xitoylarni Sharq Turkistonga ko'chirib kelishga da'vat qilishga boshlagan bo'lib, Xitoy bilan Sharq Turkiston xalqini ayirib tibbiy ko'zatadigan o'rinning alohida farqli bo'lishi tor dunyosida kishilarning diqqatini qo'zg'agan. Buningdan boshqa Xitoy Sharq Turkiston xalqi bilan Xitoylar ichidagi virus komandorlarini ayirib tibbiy ko'zatadigan o'rinni alohida farqli o'rinlashtirish orqali Xitoyni Sharq Turkistonga ko'chib kelishga chaqirgan. Xitoyning Shanxay shahrida o'tkazilgan bir deloda 2017-yili Hong Kongda qo'lga olingan milliarder savdogar Shao Junxoga 13 yillik qamoq jazosi berilgan. Atichai kontrol shirkatiga 8 milliard 100 million dollar jarimani qo'yilgan. Ma'lum bo'lishicha, Shao Junxo 1989-yildagi demokratik namoyish mezgilida Beijing universitetining o'quvchilar uyushmasining raisi bo'lgan bo'lib, u 2017-yili g'oyib bo'lishdan ilgari taxminan 6 milliard dollar atrofida shaxsiy mulki borligi mo'ljallangan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Podshoh Salman ibn Abdulazizning taklifiga binoan Saudiya Arabistonida 2 kunlik ziyoratda bo'ldi. Ziyorat jarayonida ikki davlat o'rtasida savdo, iqtisod, mudofaa, energiya, sayohat, madaniyat, axborot, iqtisodiy taftish va chiriklikka qarshi turish qatorliq sohalardagi hamkorlik uchun 12 milliard 500 million dollardan oshadigan mablag' silish va savdo kelishimini imzoladi. Mirziyoyevning ziyorati jarayonida Saudiya Arabiston, O'zbekiston savdo munbiri va savdo kengashi yig'inlari o'tkazildi. Germaniya hukumatiga Beijing bilan bo'lgan munosabatni ojizlashtirish uchun kelayotgan siyosiy besimga qaramay, 2022-yilning oldingi 20da Germaniya iqtisodining Xitoyga tayanishchanligi oshgan. Germaniya iqtisod instituti tayyorlagan tadqiqot dokladida Xitoyning yerlik ishlab chiqarishni asos qilganligi uchun Germaniyaning Xitoyga qilgan eksportining ko'rinarli ojizligiga o'tirg'i qo'yilgan. Dokladni yozgan Jürgen Mattes mundaq dedi: Xitoy iqtisodining Germaniyaga tayanishiga qaraganda, Germaniya iqtisodining Xitoyga tayanishi texmi kuchli. Turkmeniston Tashqi ishlar ministri Rashid Meredov 15 va 16 avgust kunlari Havoza rayonida o'tkazilgan qurg'uliq bilan taraqqiy qilayotgan davlatlarning qatnash munbiri haqida to'xtaldi. Meredov qatnash va ashyo obriti faoliyatini jonlantirish doirasida Turkmenistonda 100 dan ortiq shaxsiy qatnash va ashyo obrit shirkatining qurilganligini bayon qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev Rossiyaning Sochida ochilgan yig'inning ochiq qismiga bayonot e'lon qildi. To'qayev Qozog'istonning Rossiya bilan bo'lgan munosabatni davomli kuchaytirganligini bayon qilib mundaq dedi: Buningdan boshqa Qozog'iston va Rossiyaning quruqlik chegarasi dunyo bo'yicha eng uzun. Bu chegara bo'lsa to'liq bekitilgan. Indoneziya prezidenti Joko Widodo Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan ikki taraflik munosabat va yemeklik bexatarligi to'g'risida telefonda suhbatlashganligini bayon qildi. Widodo noyabrda Balida o'tkazilgan 20 davlat guruhi boshliqlar yig'ini haqida bayonot e'lon qildi. Widodo Bloombergning ziyoratini qabul qilganda Rossiya bilan Xitoyning noyabrda boshliqlar yig'iniga qatnashilganligini aytdi. Rossiya Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov 8-iyul qatnashgan 20 davlat guruhi boshliqlar yig'inida "Nemishqa Ukrainaga qarshi urushni to'xtatmaysiz?" degan savolga javob bermasdan so'rindan ayrilgan.